to'rtinchi qism. بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم مراكش. وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Marokashga islom dini milodiy 670-yili Uqba ibn Nafiy boshchiligida kirib keldi. O'sha vaqtdan hozirgacha bu mamlakat islom diniga amal qilishda davom etib kelmoqda. Men bu yerda Qur'on tajribasi to'g'risida ko'p narsa o'qidim. Hamda ularning tajribasi, malakasi go'zal va ajib deb hisobladim. Shuning uchun bu tajribalarni o'z ko'zim bilan ko'rish maqsadida bu yerga kelishga qaror qildim. Siz ham biz bilan bu Qur'oniy tajribalarga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bu mamlakatga islom kelganidan buyon insonlar farzandlariga yoshligidanoq Qur'onni o'rgatishga e'tibor qaratadilar. Ammo ular mushaflardan foydalangan holda yod olishadimi yoki yodlashning boshqa yo'lidan foydalanishadimi? Yo'q, ular butunlay o'zgacha yo'l tutishadi. Ular Qur'onni yog'och lavhlar bilan yod olishadi. Ular bundan qanday foydalanishiga esa Allohning izni ila o'zingiz shohid bo'lasiz. Marokash. Marokashning madaniylashgan shaharlaridan biri Fas shahrida bir Qur'on maktabiga ziyorat uyushtirdik. Bu maktab Ummul Mu'minin Hafsa roziyallohu anha masjidi edi. U yerda ilgari hech ko'rmagan narsamizga guvoh bo'ldik. Bu Qur'oni Karimni yog'och lavhlar yordamida yodlash bo'lib, Qur'on yodlashning Marokash uslubi deb yuritilar ekan. Mashalloh, bu bola 2-poraning boshidan Baqara surasi 142-oyatdan boshlab yodlayapti. Mana shu uning vazifasi. Bu ko'rib turgan narsamni menga tushuntirib berasizmi? Shayx, u berilgan topshiriqdan esiga kelganini bu yog'ochga yozadi. Agar yod olgan bo'lsa, o'zi yoza oladi. Aks holda men unga o'qib berib turaman. Siz o'zingiz o'qib berasiz. Ha, keyin men ko'rib chiqaman. Agar to'g'ri bo'lsa ma'qullayman yoki uni yana qayta yozdiraman yoki to'g'rilab qo'yaman. Agar punktuatsiya belgilarini qo'yishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, faqatgina tuzatib qo'yasiz, shundaymi? Agar bu yerda xato bo'lsa, biz uni tuzatamiz. Lekin men uni bu xatoni takrorlamasligiga ishonch hosil qilishim kerak. Tushunarli, lekin shayx, men bu yerda birorta ham Qur'on kitob ko'rmayapman. Nima uchun bunday? Qur'on kitobga bu yerda ruxsat etilmaydi. Talabalarga Qur'ondan o'qish yoki undan yodlash taqiqlanadi. Agar talaba xato qilib qo'ysa-chi, buni qanday to'g'rilaydi? Uning do'sti to'g'rilab qo'yadi yoki men, lekin hech ham Qur'on kitobdan emas. Biz ularga Qur'onga qarashga ruxsat bermaymiz. Juda ham ilojsiz, zarur paytdagina qaraydi. Biz kitobga qarashga o'rganib qolishini xohlamaymiz. Agar kitobga qarashga o'rganib qolsa, u xato qilib qo'yishdan doim qo'rqadigan bo'lib qoladi va hadeb kitobga qarayveradi. Ammo ular o'zlari o'rganishsa, to'g'ri va bexato yod olguncha takrorlashga majbur bo'lishadi. Demak, Qur'on kitobga bu yerda umuman ruxsat etilmaydi. Agar biror joyda shubha qilsa, yonidagi sherigidan so'raydi. Sherigi bilmasa, yana boshqa sherigidan so'raydi. Ular Qur'on kitobga juda ham zarur bo'lib qolganda murojaat qilishmasa, boshqa payt qarashmaydi. Qadrli tomoshabinlar, tasavvur qilyapsizmi? Har bir o'quvchi har xil joydan o'qiyapti. Kimdir Baqaradan o'qiyapti, kimdir Taborak borasini o'qiyapti. Kimdir bunday shovqinda yodlab bo'lmaydi-ku deyish mumkin. Yo'q. Ular aynan shunday yodlashadi. Ular bunday go'zal muhitga ko'nikib qolishgan. Ular aynan shu yo'l orqali Qur'onni mukammal o'rgana olishadi. Qur'anuna nurun mubin
للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا، درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور، جاء على الوحي الأمين، منه شفاء. Biz hozir Marokashning Fas mintaqasidagi Ummul Mu'minin Hafsa roziyallohu anha masjidi nomli madrasadamiz. Hozir men Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashda go'zal o'rnak bo'ladigan talaba bilan birgaman. Bu talaba o'zgalardan farqli. U men uchun sevimli Shayx Ashrafdir. Shayx Ashraf, Qur'oni Karimni yodlashni qachondan boshlagansiz? Yoshingiz nechida edi? 13 yoshda. 13 yoshda Qur'on yodlashni boshlagansiz. Ha. Necha yilda Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib, ilk bor xatm qildingiz? 1,5 yilda. 1,5 yil, demak 14,5 yoshingizda ilk bor yoddan xatm qilgansiz. Ha. Birinchi marta xatm qildi deganim Qur'oni Karimni o'z qo'li bilan birinchi marta to'liq yozib chiqqan. Mana shu birinchi xatm bo'lgan. Agar bir yoki ikkita xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, keyin ikkinchi xatmni boshlagan. Yaxshi, hozir sizni Qur'ondan tekshirib ko'rsam maylimi? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima aynani naddakhatan. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yetadi, barakalla. Alloh hifzingizga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Bu hifzingiz orqali o'zingizga, ota-onangizga va ustozingizga ajrlar bersin. Mashalloh, u birorta ham xatoga yo'l qo'ymadi. To'g'ri, biz Ko'rfaz yurtlarida Hafs qiroatida o'qiymiz, lekin u Varsh qiroatida o'qidi. Alloh uni o'z panohida saqlasin va barcha Qur'on yodlamoqchi bo'lganlarga bu kabi go'zal namuna bo'ladigan hofizlarni ko'paytirsin. Biz hozir Alloh subhanahu va taoloning kitobini qay tariqa yod olish haqida suhbatlashyapmiz. Qur'oni Karimni to'liq yod olish uchun turtki bo'ladigan bir qancha misollarni ko'rdingiz. Ammo bu yerda asosiy va muhim bir qoida bor. Bu qoida shuki, siz Qur'oni Karimni yodlashni ertaga surmaysiz, ya'ni kechiktirmaysiz. Aynan hozirdan Qur'on yodlash rejasini tuzing. Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmang. Maqsadingiz amalga oshmay qolishidan qo'rqmang. Qur'on qiyin degan qo'rquvni xayolingizdan chiqarib tashlang. Qur'on Alloh subhanahu va taolo tomonidan osonlashtirilgan. Faqatgina sizdan azmu qaror bo'lsa bas, hozirdan boshlang. O'zingiz uchun bir miqdor vazifa belgilab oling va o'zingizga o'zingiz men Qur'onni ana shuncha miqdordan yodlayman deng. Boshlash qanday bo'lishini sizlarga aytsam, bir tajribaga e'tibor qarating. Bir kishi suzishni bilmaydi, lekin suzishni o'rganishni istamoqda. Bu inson suzishni o'rganmoqchi, ammo har gal suv havzasini ko'rganda suvning chuqurligidan qo'rqadi. Birinchi marta ko'rganda ham, ikkinchi marta ko'rganda ham, uchinchi bor ko'rganda ham qo'rqaveradi, toki o'zini o'zi shu suvga tashlamaguncha suzishni o'rgana olmaydi. Ammo agar u o'zini suvga tashlasa, hattoki u yordamsiz qolsa ham, ana shu qiyinchiliklar uning suzishni haqiqiy o'rganishni boshlanganidan dalolat beradi. Qur'on o'rganish rejasi ham ulkan vazifadir. Agar boshlasangiz, Alloh subhanahu va taolo tomonidan tavfiqqa erishasiz. Shunday qilib, eng muhim qoida bu hozir boshlashlikdir.
Marokash. Marokashning Shafshon mintaqasida Toha ismli bir Qur'on hofizini eshitdik. Keling, o'zgalardan ajralib turuvchi bu bolani borib ko'ramiz. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا Toha ajoyib yigit. U Qur'onni 10 yoshida yod olgan. Hozir mashalloh 16 yoshda. Marokashda o'tkazilgan Oltin Mizmor musobaqasida birinchi o'rinni egallagan. Men u bilan bu yerda birga ekanligimdan xursandman. Allohning izni bilan u sizning farzandlaringiz uchun namuna bo'ladi va u bilan suhbatimizni boshlaymiz. Ahvollar qanday ey shayx? Alhamdulillah, yaxshi. Xush kelibsiz. Tohaning Qur'on bilan bo'lgan hayoti qanday boshlangan? Alhamdulillah, Allohning fazli ila men Qur'onga muhabbat qo'ygan oilada katta bo'ldim. Bobolarim, xolalarim, ammalarim Qur'onga muhabbat qo'yishgan. Otam va onam har doim uyimizda Qur'on muhitini yaratib berishgan. Onam tilovat qilardilar, otam tajvid bilan o'qirdilar. Opalarim Qur'on yod olib, tafsir o'rganishar edi. Toha bir qancha qiyinchiliklar va sinovlardan so'ng Qur'onga bo'lgan ixlosimiz, muhabbatimiz tufayli ana shu darajaga erishdi. Necha yoshingizda Qur'on yodlashni boshlagansiz? 9 yoshimda boshlaganman. Qur'onni qachon xatm qilgansiz? 10 yoshimda, ya'ni 1 yilda. Ha, shunday. Sizga qiyin bo'lganmi? Qur'on yodlashda qiyinchilikka duch kelganmisiz? Boshida qiyinchilik bo'lishi tabiiy, lekin subhanalloh, otam menga hayotimda go'zal o'rnak bo'lgan. U bir kunda bir hissdan, ya'ni 10 betdan yod oldirar edi. Bir necha yil ilgari biz Amerika Qo'shma Shtatlarida yurgan kezlarimiz islom markazlaridan birida yig'ilishib turardik. Bir kishi shunday savol berib qoldi. Ey Toha, qanday qilib bizning ham bolalarimiz sen kabi Qur'on hofizi bo'lishi mumkin? Savol Tohaga qaratilgan edi, shundaymi? Ha. Toha Alloh unga va barcha musulmonlarga tavfiq bersin, ularga shunday javob berdi. Agar farzandingiz haqiqatda menga o'xshashini istasangiz, o'zingiz otandek bo'lishingiz kerak. Allohu akbar. Muammo bolalarda emas, balki ularning otalarida. Shayx Toha, mana siz 16 yoshingizda Qur'onni yod olganingizni ko'rib, ko'p yoshlar so'raydi. Tohaning Qur'on bilan bo'lgan yaqinligi uni tabiiy bolalikdan, o'yin kulgudan, ko'ngilchorlikdan to'sganmi? Qur'on sizni bu narsalardan man qilganmi? Subhanalloh. Yosh bolani yoshligidan bir narsaga majbur qilinsa, u uning sevimli ishiga aylanadi. Subhanalloh. Bir hikmat ila otam meni Qur'onga olib kirganlar. Qur'on mening sevimli mashg'ulotimga, ya'ni hobbimga aylangan. Men uni haqiqatdan yaxshi ko'raman. Meni o'ynashga, multfilm ko'rishga, sport o'yinlari o'ynashga ham vaqtim bo'lgan albatta. Lekin har doim Qur'onni boshqa narsalardan ustun qo'yardim. Chunki u mening hobbimga aylanib bo'lgan edi. Men doim Qur'on qiroat qilishni, yod olishni o'yindan ustun ko'rardim. Otamning hikmati bilan shunday bo'lgan. Subhanalloh, Qur'on mening bolaligimni ziynatlagan. Mashalloh. Qur'on Tohaning bolaligini ziynatlagan. جنتنا آيات العظيمة منزلة وفي خدمته أعظم مكان منزلة حلقته بتخلي الملايكة تحفنا وإحنا معاه بيننا وبين الله صلة. Alloh subhanahu va taoloning kitobini farzandlariga yodlatishga haris bo'lgan barcha ota-onalar, ish boshlarga qalb to'rimdan bir maktub bor. Bu maktub shuki, agar sizning yosh o'g'lingiz yoki qizingiz bo'lsa, unga Qur'on tarbiyasini hozirdan boshlang. Ularni Qur'oni Karimga muhabbat qo'yishga hozirdan o'rgating.
Alloh subhanahu va taoloning kitobi ulug'dir va sizning eng katta rejangiz hisoblanadi. Ey ota-onalar, bu Qur'on sizning ota va ona sifatida eng katta sarmoyangizdir. Birortangiz aytishingiz mumkin: Qur'on yodlash mening farzandimga qiyinchilik qilyapti. Men aytamanki, yo'q, u oson. Qur'on yodlash juda katta sarmoyadir. Barcha sarmoya qandaydir foyda keltirish yo'lida tikiladi. Biroq bu dunyoda har bir sarmoya ham foyda keltirishi kafolatlanmagan. Endi Qur'on sarmoyasi-chi? U Allohning izniyle 100% foyda keltiradi. Chunki bu foydani Alloh subhanahu va taoloning o'zi, so'ngra Nabiy sallallohu alayhi va sallam va'da berganlar. Har bir rejani amalga oshirish uchun o'qib o'rganish zarur. Siz o'zingizga qiyinlashtirib olmang. Imkoniyatingiz yetadigan darajada vazifa tayinlab oling. Ana shu vazifa bo'yicha rejani amalga oshirib boraversangiz, Allohning izni bilan dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishaverasiz. Ba'zingiz aytishingiz mumkin: qanday qilib imkoniyat darajada o'rganaman? Kim menga o'rgatadi? Tashvishlanmang. Sizni suyukli do'stingiz Faxt sizga qanday qilib imkoniyat darajasida o'qishni o'rgatadi. Birgina sizdan iltimosim, men bilan birga bo'ling. E'tiboringizni menga qarating. Shunda farzandlaringizga Qur'on o'rgatish qanchalik oson ekanligini bilib olasiz. Sizdan faqat iroda hamda bu reja ortidagi yutuqning ulug'ligini his qilsangiz kifoya. Farzandingiz hali yoshmi? Menga ishonavering. Hozir ularga yodlatishning ayni vaqtidir. Yoshlikda yod olgan ilm toshga o'yilgan naqshdir. Agar ular bilan birga yodlashni hozir yodlash quvvati kuchli ekanligida boshlasangiz, Alloh taoloning izni bilan bu ularga qanchalik oson bo'lishiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا